ustaning pulini bermaganligi firibgarlik sifatida baholandi. Sud hukmiga ko'ra bitta shaxs usta bilan gaplashganda uyimni ta'mirlab ber, keyin pulini keyin beraman degan. Kelishgan, ta'mirlagan. Keyin undan keyin 1,5 million so'm pul berish kerak ekan, 1,5 million so'm pulni bermagan, ana beraman, mana beraman deb yurgan. Shundan keyin mana shu epizod qismi ham firibgarlik sifatida o'sha devorda turibdi. Endi to'g'ri, bu odam boshqa ishlar ham qilgan ekan, 87 million so'mlik umumiy zarar turibdi, firibgarlik boshqalarga nisbatan katta ishlar ham qilgan, firibgarlik ishlarini. Lekin mana shu ham o'shani bitta epizod sifatida turibdi. Sud tomonidan bu Jinoyat kodeksi 168-moddasiga tushadigan holat sifatida baholangan. Shu sababli do'stlar, ustalar ishlatdinglarmi, pulini berib qo'yinglar. Ya'ni ertaga ustinglardan yozib oladigan bo'lsa, firibgar deb topilib qolishingiz ham mumkin.